Bosh rollarda Lisa. Welcome Loud kanaliga xush kelibsiz. channel. What's up? Nima gaplar? Biz Loudmiz. 여기는 제 집. Bu mening uyim. 우리 팬분들 Ko'plab muxlislar Lisa bizga uyingizni ko'rsating iltimos deb so'rashgani uchun men o'z uyimni ko'rsatishga qaror qildim. 오늘은 살짝 Bu biroz 뭐라고 해야 되지? qarg'alar sayrashadi. Oye, xuddi shunday. Oh, men uni topdim. U yerda qushlar bor. 두 마리. 카! 그래서 오늘 Shunday qilib biz Loudning YouTube'dagi birinchi videosini mening uyimni ko'rsatish bilan muhrlashga qaror qildik. 집 소개를 Shunday qilib, bu mening uyim. 하려고 Loud xodimlari ham menga biroz syurpriz tayyorlashgan. 거를 하고 Qushlar yana sayrashadi. 있는데 Ha, xuddi shunday. Lekin ichida nima borligini men bilmayman. 몰라요. 그럼 Xo'sh, hammamiz birga ichkariga kiramizmi? 찾으러 갈까요? Xo'sh, qani ketdik. Olg'a. 와우. Xullas, mening shinam va kichkinagina uyimga xush kelibsiz. Uyni paroli sir saqlanadi. Welcome. Xush kelibsiz. Bu yerda eslatmalar bor. Oho, ular juda ham ko'p. So many. Okay. Savol-javob boshlandi. Wanna try Bu yil nimalar qilishni xohlaysiz? Bu yil albom chiqarmoqchiman. Nima bo'lganda ham. 내고 싶어요. Qarg'alar yana sayrashadi. Ha, ular meni qo'llab-quvvatlashmoqda. Yana balandroq bolalar. Oxirgi payt sizda nimalar xursand qiladi? Xo'sh, bu yil men o'zimga ko'proq e'tibor qaratishga muvaffaq bo'ldim. O'zimga vaqt ajratdim. Shuning uchun men bu yil nima qilishni xohlayotganimni bilganimdan juda ham xursandman. What I wanna do. Ha, xuddi shunday. Men bilan qoling. Meni kuzatib boring demoqchiman. Lisa uchun bu balandlik qiladi. U sakrayapti. Seek Ishonch sirimi? Mening ishonch sirim. confidence. Men har doim ijobiy bo'laman. Menimcha fikrlash har doim muhim 중요한 것. va u tabiiy ravishda chiqadi, ya'ni ishonch. 자연. Ha, xuddi shunday. Bu mening sirim. That's my people. Xo'sh, sizga namuna bo'ladigan inson kim? Xudoyim. Menimcha, albatta bu mening onam. 어렸을 때 Yoshligimda doim men uzoq vaqt raqs bilan shug'ullanardim. Ertalab esa maktabga borardim. Ammo men bilan har bitta jadvalimni tuzgan va men bilan hamma narsani qila olgan inson bu onam edi. 지쳐 Lekin men uni charchaganini yoki dam olmoqchi bo'lganini hech qachon ko'rmaganman. Shuning uchun men u kabi, ya'ni onam kabi kuchli va jasoratli ayol bo'lishni xohlayman. Mayli, keling ichkariga kiramiz. Sutdan oldin suli yormasi yoki suli yormasdan oldin sut. Menimcha sutdan oldin suli yormasi. Ha, bu aniq. Yoshligimdagi eng sevimli surat. favorite child. Xo'sh. Buni hal qila olasizmi? Men kichkinaligimda juda ham yoqimtoy edim. Agar bittasini tanlashim kerak bo'lsa, menimcha bu. Yoqimli emasmi? Men kichkinaligimda chiroyli kiyim kiyishni va uy atrofida raqsga tushishni juda ham yaxshi ko'rardim. Aynan o'sha kuni qandaydir bayram bo'lishi shart emasdi. Men shunchaki kiyishni xohlardim. Shunday qilib bu eng sevimli suratim. Xo'sh, shu kunlardagi eng sevimli qo'shig'im. Menimcha bu Snooz. Men bu qo'shiqni deyarli har kuni eshitaman. Men bu qo'shiqdan tark eta olmayman. Move on. Bu qiyin. Yeah. Bu biroz qiyin. U sakraydi. Keyingi savol yangi musiqa tushunchasi. Men albatta yangi musiqa uslublarini o'rganishga va yangi narsalarni sinab ko'rishga qiziqaman. 마음은 당연히 있고요. Men juda ko'p yangi narsalarni sinab ko'rmoqchiman. Aynan shu kunlarda ham. Agar K-pop idoli bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lar edingiz? Right now Stewardessa. Men stewardessa bo'lishni xohlagan bo'lardim. 하고 싶었어요. 오디션 Men tinglashdan oldin dadamga stewardessa bo'lish haqida aytdim. Dadam esa chet elda o'qishim kerakligini aytdi. Lekin men vajib bilan shartnoma imzoladim va stewardessa bo'lish orzuyimdan voz kechdim. Ha, shunday. Uy havolaringiz sizni kundalik hayotingizga qanday ta'sir o'tkazadi? Mushuklari va kuchuklari bor odamlar meni tushunishadi. 알겠지만 Lekin siz doim ertalab turishingiz va ularni ovqatlantirishingiz kerak, chunki uy hayvonlari ham nonushta qilishlari kerak. Shuning uchun men erta turishim kerak. Erta uyg'onish esa menga odat bo'lib qolgan. 일어나야지.
Men bolalarimni boqishim kerak degan o'y bor. Uzoq vaqt tashqariga chiqa olmayman. 막 놀 수 없어요. 맨날 막 Doim do'stlarim bilan o'tirganimda ham, "Oh, kechirasiz, afsusdaman. Uyga qaytishim kerak edi" deyman. 애들 밥 줘야 된다고. Qishloq yoki shahar? Shahar. Men shahar qiziman. City girl. 와. Wow, tug'ilgan kuningiz bilan Lisa. Lisa xursand. How do you find Shaxsiy hayot va martaba o'rtasidagi muvozanatni qanday ushlaysiz? Bu qiyin savol. Men ishlayotganimda ko'p kuch sarflayman va diqqatimni jamlayman. Lekin dam olganimda albatta dam olaman. Chinakam dam olishni yoqtiraman. Hech narsa qilmayman, hatto mashq qilmayman. 안 하고요? Men uyda shunchaki dam olaman. Hatto do'stlarim bilan vaqt o'tkazganimda ham ish haqida umuman o'ylamayman. I don't think Menimcha shu yaxshi. Bular juda ham chiroyli bezatilgan. Orzuyimdagi hamkorlik. Orzuyimdagi hamkorlik kimlar bilan? collaborate. Bu juda ham yaxshi savol. Jim bo'lib qoldi. Men buni Spotify'da ham aytib o'tgandim, lekin men Rosalia va Julia. 같이. Taylor bilan hamkorlik qilishni juda ham xohlayman. Rosalia and Tyler. 와, happy birthday to Lisa. Lisa, tug'ilgan kuningiz bilan. Biz buni chiroyli qilib bezatdik. Rahmat. Bu juda ham chiroyli. 여기는 Bu asosiy yashash maydoni. 공간이고요. Bizda ikkinchi qavat ham bor. Birdan maqtanib ketdi. Xo'sh, bizda ikkinchi qavat ham bor. Men qayta qurish ustida juda ham ko'p ishladim. 열심히 remodeling 했어요. Bu juda ham chiroyli. Meni suratga olib qo'ya olasizmi? Iltimos. U suratga tushadi. Yaxshi. 아, Juda ham yoqimli. Xudoyim. Juda ham yoqimli. Juda chiroyli. Bu mening eng sevimli tortim. 저 이거 진짜 Bu men eng yaxshi ko'rgan tort. U menga juda yoqadi. U juda ham xursand. and it's my favorite. Bu Pavlova keki deb atashadi menimcha. Bu mening eng yaxshi ko'rgan desertim. Tug'ilgan kuningizdagi eng yaxshi xotira. Your birthday. Men 10 yoshimda, 10 yoshimda otam tug'ilgan kunim uchun kutilmagan sovg'a sifatida 하나 konvert sovg'a qildi. 그냥 뭐 Konvertga o'xshardi. Uni ichida esa Gonkongga chipta bo'lib chiqdi. Men Disneyni shunchalik yaxshi ko'rardimki, dadam meni hayratda qoldirdi. U bizga Disneyga sayohat buyurtma berdi. Va men hatto Disney mehmonxonasida ham qoldim va nonushta paytida biz Mickey kabi qahramonlarni ko'rdik. Men juda xursand bo'ldim. 오빠가 너무 좋았어. Menimcha bu eng yaxshi tug'ilgan kun xotirasi edi. Lisa shag'imlarni o'chirish uchun ularni qo'yib chiqdi. 오케이. Yaxshi. Lili, kel birga suratga tushamiz. Kela qol. Uni tutib oldi. Men Malikam bilan suratga tushaman. 같이 할게요. 네. 5, 6. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan. Tug'ilgan kun qo'shig'i. Hamma Lisani tug'ilgan kuni bilan tabriklaydi. 생일 축하합니다. Tug'ilgan kuningiz bilan Lisa. 릴리 Shamlarni o'chir. Lili. Lisa shamlarni puflaydi. 어! 예! 예! 릴리 굿박 박수! Yaxshi Lili, sen ham qarsak chal qarsak. Oh, I'm sorry. Are you okay, baby? 이번 Xo'sh, bu tug'ilgan kunim uchun. Aslida mening tug'ilgan kunim 27-mart. 그리고 Bu yil 27 yoshga to'lyapman. 7 Qanday o'xshashlik. 27 doim mening omadli raqamim bo'lib kelgan. 의미 Men qo'lyozma dizayni bilan mazmunli mahsulot chiqarish uchun juda ko'p harakat qildim. 가 나오는데요. 팬분 Chunki men muxlislarim bilan qimmatbaho va alohida xotiralar yaratmoqchi edim. 됐습니다. Sizningcha bu rang biroz g'alatiroqmi? Menimcha bu yaxshi, biroz xiralashgan. Bu yaxshi ko'rinadi. Ehtimol biz buni qilarmiz. Menimcha bu ham yaxshi. 10 yildan keyin tug'ilgan kuningizda nima qilmoqchisiz? Kechirasiz, 37 yoshimdami?
Shunday qilib 10 yildan keyin ham shunday tadbirlarni davom ettirishim kerak emasmi? Menimcha shunday. Muxlislarim bilan birgalikda shunday maxsus tadbirlarni davom ettirishni xohlardim. 오케이, 우리 Lili, endi yuqoriga chiqamizmi? Yo'qmi? Men bilan Taylor Swift kabi sinab ko'rishim kerakmi? 하지 않을까 싶어요. 10 yildan keyin ham xuddi shunday bo'lishni xohlardim. Loud bilan ham 2 oy bo'ldi. Rostdanmi? Men 1 oy bor deb o'ylagandim. 저희 Agar hayotda o'zgarish bo'lsa, bu tushlik qilayotgandek, lekin Loud jamoasi. Ammo buni qilishim kerak emasmi? 저거는 정해야 되는데 Buni hal qilish kerak. Nima qilmoqchisiz? 이거를 계속 Biz deyarli har kuni oldinga va orqaga borardik. 네. 근데 재밌어요. Lekin bu qiziq. 가족과 Bu biroz oilaga o'xshaydi. Yoki chinakam oila. 편하게 Bu ajoyib, chunki biz odamlar o'z fikrlarini bemalol ifoda eta oladigan jamoamiz. Bu qiziqarli. Loud nimani anglatadi? Katta. Ovozimiz baland, borligimiz bilan katta. Bor ovozimiz bilan baqiramiz yoki eng yuqorisi degani. Oyog'ingizga Loud tatusini chizdirdingiz, shundaymi? Ha, men u bilan faxrlanaman. Uni ko'rsatishni xohlaysizmi? Mana. Kechirasiz, uni ko'rsatganimdan afsusdaman. 보여주는 Chindan, juda afsusdaman, kechirasiz. Menda chiroyli paypoqlari bor. Bu yerda yashagan davomida men bu yerni hech qachon bezatmaganman. 꿈을 본 적이 없거든요. Bu yerda tug'ilgan kunni ham o'tkazmaganman. Shunday qilib birinchi marta uni chiroyli qilib bezatishim va tug'ilgan kunimni nishonlashim. 해서 감사합니다. Rahmat, hammangizga rahmat. Lili, bu senga yoqdimi? 릴리도 좋아. 아니야 뭐 Lili, bu ovqat emas. Birinchi Loud videongizdan suratga olish qanday bo'lyapti? 많이 Bu juda noqulay edi. 앞으로는 Kelajakda Loud kanali uchun juda ham ko'p ishlar qilishga tayyor turishim kerak menimcha. 네 오늘 Ha, bugun tug'ilgan kunimni birga nishonlaganimizdan juda ham minnatdorman. 축하해 주셔서 너무 감사합니다. Va kelajakda juda ham ko'proq ishlar kutib qolishingizni so'rayman. 기대해 주시고 내년 Iltimos meni keyingi tug'ilgan kunim uchun ham bizga qo'shiling. 감사합니다. Rahmat. 예이. 이제 Biz tugatdikmi? Hali tugamadimi? 끝났으니까 갈게요. Tugagandan beri men keta olmayapman. 저는 Endi suratga olish ishlarini tugagach, men tez ovqat yeyishga chiqaman. 먹으러 나갈 거예요. 수고하셨습니다. Qattiq mehnatingiz uchun kattakon rahmat. 바이. Xayr. Xayr, Lisa. Men bilan borishni xohlaysizmi? 가시려고요? Balki muzli amerikano olarmiz. 이거 너무 이쁘죠? 저 Muzli amerikano. Bu juda chiroyli ko'rinadi, to'g'rimi? L harfi. 알리사 때 Bu meni birinchi klipim. Lalisa klip davrida olingan yangilam edi. Ajoyib, to'g'rimi? 그리고 으악. 오케이. 같이 Menimcha tugadi. Men bilan kelyapsizmi? Ha, mayli keling. Bu Lisaning mashinasi. U kuladi. 팬들 처음 O'ylaymanki, mening muxlislarim birinchi marta meni mashinamni ko'rishdi. Xayr.